Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun videomiz Samsung Galaxy A12 telefonda haqida bo'ladi. Bu telefonimiz hozirda bozorda $180 atrofida sotilyapti. Bu telefonni yana Samsung Galaxy A17 5G'si ham bu 4G'ligi. U umuman boshqacha, yana uni bir-biriga nima deydi, bir xil narsada o'ylamanglar. 5G'da boshqa protsessor qo'yilgan, bunda boshqa protsessor qo'yilgan 4G. Lekin eng hozirgi Samsunglarni nima deydi, eng puli arzonroq chiqadigan va eng ko'p sotilayotgan telefonlardan bittasi mana shu Samsung Galaxy A17 telefoni bo'ladi. Hozir buni yaqindan tanishtirib o'tamiz. Boshladik. Samsungda bilasizlar, har doimgidek ichida hech narsasi yo'q, faqat oldi ko'rsataman. Faqat o'zini o'sha kabeli bo'ladi, ikki taraf Type-C'li. Bunga qo'shimchasiga 25 vatlik golovkani sotib olasizlar. O'zini sotadi, originalni topib olsanglar bo'ladi. Mana shu kabeli bor, ikki taraf ham Type-C'li bu. 25 vatlik quvvatlagich golovkasini olsanglar, o'zining originalini o'ziga ishlatasizlar. Boshqa chiqqanaqa mana bunaqa ignachasi bor. Telefon manaki usti, mana ichida hech qanday korobka ham oddiy korobka qo'yilgan. Shu har doimgi Samsung. Hozir ochib ko'ramiz. Bu telefon ko'p Samsunglar hozir Xitoyda ishlab chiqarilgan kelyapti. Bunisi Vyetnamda ishlab chiqarilgan ekan. Bilmadim, farqi qanaqa, farqi bormi, yo'qmi, biladiganlar kommentariyada yozsin. Men farqini bilmadim. Chunki shu Xitoyda ishlab chiqarilsa, menimcha o'sha zapchastlari Koreyadan boradi. Zavod Xitoyda bo'lsa, o'sha Xitoyda yig'iladi telefon. Vyetnamda ham shunday bo'lsa kerak. Vyetnamda ham shu Koreyadan o'sha zapchaslar borib, Vyetnamda yig'ilsa kerak. Bu Vyetnamda ishlab chiqarilgan varianti ekan, yozilgan. Vyetnamda ishlab chiqarilgan mamlakat, ishlab chiqaruvchi Vyetnam yozilgan. Xo'p, telefonimizda ekrani 6.7 dyumli ekran qo'yilgan. Juda katta ham emas u. O'tgan safar mana videoda bilsanglar, Redmi 15 ga 6.9 edi, uniki 6.7 dyumli, sal kichikroq. Bular qo'lga ushlashga normal, o'rtacha. Ramkalar pasti ayniqsa anchagina qalin, ramkani mana ahvoli. Yonboshlari ham qalin. Teppa har doimgidek nuqta ko'rinishida emas, tomchi ko'rinishida. O'sha eski Samsunglarning o'zgarish hech qanaqa o'zgarish yo'q. O'sha eski nima deydi, tomchi ko'rinishdagi ekran. Telefonimizda hattoki batareykasi ham o'sha 5000 amper. Ko'pchilik hozir batareykani ham kuchliroq qilib ishlab chiqarishga harakat qilyapti, chunki shu ko'proq yetish uchun o'sha urug'ini ko'proq batareykaga ham beradi. Masalan 5500 Note 14 lar 5500, yana qaysi 6000 amperlik, keyin Redmi 15 7000 amperlik batareykali telefonlar bor. Bu Samsung'ning har doimgidek o'sha 5000 amperlik batareyka qo'yilgan. Orqa taraflari oddiy plastikdan qilingan, 3 ta kamerali. Oddiy ko'rinish, mana hech qanaqa bir dizayn degan narsa yo'q. 3 ta kamerani uzunasiga qo'yib qo'yishgan. Mana bitta bu yoqda vspechkasi. Orqasi ham hatto plastik, qo'lda qarasanglar birdan qo'lda izi qoladi orqasiga. Telefonimizda kamerasiga keladigan bo'lsak, 50 megapikselli kamera qo'yilgan. Tekshirib ko'ramiz. Shu Samsunglar har doimli boshqa tarafini bilmadim. Shu kamerasi 50 megapikselli bo'lsa ham kamerasi yaxshi. Mana rasm tushirganda mana yaqinlashtirsanglar ham tiniq olib beradi. Shu Redmi'ni ham o'tgan safar videoda qildim. Shu xuddi 50 megapikselli kamera, unda ham rasm tushirganda mana shuni o'tni yaqin qilib ko'rsatsangiz tiniq ko'rsatmaydi, mana shunday xiralashib qoladi. Bilmadim, Samsung'niki har doim bilmadim. Boshqa taraflari to'g'ri, minus taraflari bordir, lekin mana shu kamera taraflama har doim kuchli bo'lgan. Yaxshi tiniq olib beradi.
arzon telefon bo'lsa, hozir videoni ham ko'ramiz. Shu har doimgidek HD va Full HD va 30 sekund kadrda 30 ta kadr sekundda o'qiladi. Shunday ham. Uniki 2 zoom va 10 zoom. Bular juda xiralashib qoldi. Yomon emas. Kamerasi shu Samsungni Redmiga nisbatan kamerasi har doim zo'r bo'lgan. O'sha bir xil bo'lsa ham Samsung har doim kamerasini zo'r qilib ishlagan. Telefonimiz haqida yana nima deyish mumkin? Telefonimiz 90 GHz da ishlaydi. Og'irligi 190 gram. AMOLED ekran, 5000 amperli batareyaga qo'yilgan. Lekin shu bir tarafi menga yoqmadi. O'sha protsessorni sal kuchlirog'ini qo'ysa bo'lardi, lekin o'sha ko'p telefonlarga hozir narxi o'rtacha bo'lgan telefonlarga o'sha J99, J100 yana shunday qilib nomlar qo'yib tayyorlashgan, lekin o'sha protsessor asli o'sha bir xil, o'sha hammasi bitta protsessor bo'ladi. Masalan, J99 yana oldiga qanaqadir plus yana nimadir qo'yishyapti, lekin o'sha protsessor ichi hammasi bitta narsa, J100 bilan hammasi bir xil bo'ladi. O'sha protsessor qo'yilgan bunda ham. 07 niki shu taraflama to'g'ri, endi sal qimmatroq unga nisbatan A07 ga nisbatan qimmatroq telefon bo'lgandan keyin sal kuchliroq protsessor qo'yish kerak edi. Bular lekin o'sha protsessorni qo'yib yuborishdi. Qolgan taraflari bilmadim, uni ham unchalik bu safar 17 menga to'g'risi uncha yoqmadi. Na dizayn bor, na quvvatlagich, endi u har doimgi holat. Hech bo'lmasa o'sha protsessori zo'r edi. Oldin kuchliroq protsessor qo'yardi, shuni hisobiga mayli hech qanaqa dizayn yo chexol, zarrachlar bo'lmasa ham quvvatlagichlari qoplab ketardi o'sha protsessorlik kuchliligi hisobiga qotmasdan tez ishlar. Bu ham qotmaydi, to'g'ri, tezroq ishlaydi, lekin buni olganlaringizdan ko'ra o'shanga arzonroq nima deydi, ko'p pul to'lagandan ko'ra arzonroq A07 ni olgan yaxshi bunga. Chunki uni ham xuddi shunaqa protsessori bir xil, kameralari ham bir xil. Shu A07 bilan solishtirmoqchi emas edim, chunki A07 lar o'sha har doim oddiy bo'lgan, shu protsessorlari hamma tomonlama baribir o'sha ularga nisbatan A17, 16 kuchli bo'lgan. Endi hozir qarasam protsessor bir xil, balkim solishtirib ko'ramiz keyingi videolarda, qani balkim A07 kuchliroqmi, nima tomonlama ustunlarli taraflari bor, uni ham tekshirib ko'ramiz keyingi videolarda. Bilmadim, mana kimga yoqqan bo'lsa, mana xarid qilsalar bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.